Xo'sh, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun soat 7:15 da Brooklyn, Brighton 7-streetda 7-ko'chada nima bo'lgan? Ayslar kelgan bir 10 ta. Hammasi pistolet, avtomat, bronежилет, maska bilan kaknashdik. Borgan yerda mijozlarimiz yashaydi. To'yis yashagan. Hozir o'zi yashamaydi. Xo'sh, shu uyga kelgani endi o'zi boshqa Meksikadan kelgan odamlar shu yerda yashayapti. 1 soat taqillatgan. Polis ochdi. Ular ochmagan, ketgan. Xo'sh, ana endi-da masalan, shuncha mana avtomat bilan keldi, pistolet, shu maska, bronежилет bilan keldi. Agar shu ichkaridagi o'tirgan odamlarni, eshikni ochmagan odamlarni jinoyatchi bo'lsa, haqiqatan ham jinoyatchi bo'lsa agar, bularni qo'lida ruxsati bo'lardi eshikni urib, buzib kirishga. Demak, bunaqa narsa qilmadimi? Shuncha vahima bilan kelib, demak qo'lida hech narsa yo'q. Nima bo'lmasa ham, kimni izlab kelmagan bo'lsa ham, demak u odam jinoyatchi emas. Bular aytadi-ku, sen jinoyat qilgan, noqonuniy qilgan, u alohida tema. Da masalan, odamni 589 sudda bormi? Значит, chegarani buzishga asosi bo'lgan. Da endi u 589 yolg'onmi, yolg'on emasmi? Buni Trump hal qilmaydi. Buni ICE hal qilmaydi. Buni O'zbekistondagi milisalar, blogerlar hal qilmaydi. Buni sud hal qiladi. Qani? U 589 da haqiqatan ham to'g'ri gapirganmi, to'g'ri gapirmaganmi? Bu proses. Mana shu endi hozir bu ikkita bola ochmagan. Endi ularni izlab kelganmi, boshqanimi? Shu o'rtoqlar, kimni aybi bo'lsa, jinoyatchi bo'lsa, taqillatib o'tirmaydi. 1-2 taqillatadi, keyin eshikni buzib kiradi. Eshikni buzib kirmadimi? Demak, ularning qo'lida hech narsa yo'q. Maqsad kelish, olib ketish. Tamom. Xulosa sizlardan o'rtoqlar. Sog' salomat bo'linglar.